Assalamu alaykum. Xitoy g'olaydigan Asqal dinamliq programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir Sahar, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy g'olaydigan Asqal dinamliq programmamning 40-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Biz bugun yana cho'nqurlagan holda, texnik sistemli holda Xitoyning qanchalik darajada g'olashga qarab yuzinayotganligini, Xitoyningki ishki tashqi vaziyatlarının, ahvallarının burunğu qattiq o'xshamaydiganligini, kundan kunga dunyo vaziyatining o'zgarib berayotganligi, tunugin dunyoda mandirman deb atchab turgan diktatorlarning bugun bir bombardiman bilan, bir portlatish bilan bugungi ulushamayotganligidek shunday haqiqatlarni ko'rib turyapmiz. İnşallah Xitoyninki g'olaydiganligimi oz qilyotidi, buni faktlar so'zlaydi. Bugungi Xitoy g'olaydigan Asqal dinamliq programmamning 40-qismida Xitoyninki O'rta Sharqdagi eng cho'ng sheriki, Xitoyning Uyg'ur qirg'inchiligiga Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan qirg'inchiligiga ko'z yumib, Xitoy bilan oppoq-chapoq bo'lib, Xitoyga nayt cho'ng fursatlarni hadiya qilib berayotgan Iranni muloyiz qilamiz. İran Amerika askarlari tarafidan, Amerika hukumati tarafidan nayt qattiq urilyotidi. İntayin mükemmel holda Amerika hukumati bilan Isroilga birlashib, intayin mükemmel va sistemli holatda Iranni urdi va uryotidi. Bu urush 8 va 9 kunlariga qadam qo'ydi. İranға Xitoy oqisidan yoshirin holda nayt jiq qurol yordam qilyotidi. Xitoyning qurollari, radarlari ba'zi yerlarda ishlamay qo'yotidi. Dunyo hozir Xitoyninki harbiy qurollarini, radarlarini, shu aeroplanlarni zanglik qilib, Xitoyninki tor orqali mal sotadigan Temu degan bir tor tijarati bor. Shu Temuga o'xshatib Xitoyning Temulari deb, Temu harbiy qurollari deb zanglik qilyotidi. Xitoyning bag'ancha Iranni qancha Amerika urgan sari Xitoy jalaqshib titrab ketyotidi. Chunki bu urush Xitoyni urush bu hisoblandi amaliyotda. Xitoy intayin ishki jihatda xalq harakatining qo'zg'alib qolishidan, Iranni yuz bergan mushu namoyishlarning, diktator hokimiyatdan jaq to'ygan Xitoy hokimiyatining mushu chajrab 1989-yildagi Tiananmen voqeasining yana Xitoyda avjib qilishidan intayin darajada vahim his qilyotidi. Tashqi dunyoda Iranning urilishi tashqi jihatdan ipitqa vaqtida Xitoyni yana nayt vahim hissiyotidi. Masalan, qanday vahim hissiyotidi? Biz bu bugungi programmamizda yana o'tgangi 39-qism programmamni İranni muloyiz qilish orqali Iranning Xitoyga sunayotgan, oltin tovoqda sunayotgan nayt qimmatli sovg'alarni muloyiz qilib o'tgandik. Bugun 40-qism programmamizda mushu Iranni muloyiz qilamiz. Shundaq Amerikani aytib mukammal bo'lgan va sistemli holatdagi bir Ironga qarta urushni ilib berish orqali dunyodagi eng cho'ng diktator, islom dinining diniy lideri, dunyodagi shialarning diniy lideri deb atalgan. Ammo Xitoydek bir piravin 30 millionga, 25 milliondan 30 milliongacha bo'lgan Uyg'ur xalqini qirib, hatto joy namoz chiqqanlik uchun, hatto uyda namoz o'qiganlik uchun, hatto assalomu alaykum delamaydigan ahvolga qolib qolgan, Qur'onni ko'ydirayotgan shunday piravin, bir Xitoydan iborat piravinga Uyg'urlarning mushu organ tijorati qilayotgan piravinga, Uyg'urlarning pomidori, Uyg'urlarning paxtillari, Uyg'urlarning neftin, Uyg'urlarning mineral modelleri bo'lsin, hamma nemisini ilib, yig'ishtirib, yadro qurollar sinaq bazasi qilib Uyg'urlarning ziminini
Ақырсыда бұлағым тоймай, хәтта қоралырға бастырып кіріп, қоралырдыки осмыларымы тәген, осмыларымы жұлып талап иліп, қашлық сүрмілән ясыған, хәтта мүш ұйғырдың ки, bütün tağlardaki yavgayı gül giyahlardan tatıp hemsini dəssəb çeylep yencep ekologiyalik muhitlerin şunçilik buzup parakende kıgan quyaş nuri şunçilik tüşüdüğen dünyadaki tipilgisiz bir coğrafiyalik orunga ega Şarkı Türkistan'ın pəmədörlərdən muhtay şunçilik paydağan quyaşның nuri tüşüdüğen bu alıq üçün keçi bilen gündüzün pərqi bək roşan bu alıq üçün Göçlük şundaq esil pəmdurlarını Xitay dünyanın hər caylarına eksport qılıb dünyadakı McDonald zəncirlərinin hamısı işlətilən ketchup degan kiçik mündaq pakajlik pəmdur qiyamlarımı şu bizning vətnimiz Şərqi Türkistanның pəmdurları. Onu azdab muşlarını eksport qılıb Uyğur xalqının qan tərini şorab şu bütün zəminlərini dəstəb çeylab ayaq astı qılıb onu azdab 3 milyondan 6 milyongaçılık Uyg'urni jazo lagerlariga tashlab, mush 21 asrda shunday qismi üntünsiz hech qandaq hech narsa bo'lmagandek bir ig'iz inkas qaytarmagan shu Ayatullah Ali Xamenei degan lider va oilasi bilan Amerikanınki bombardımanlarda hayatından ayrıldı. O dünyada Allah'a qandaq hesap beriyotganda şu Uyg'urlar ustidagi qirg'inchiliklarga sukut qilganligi uchun Uyg'ur musulmonlarga biz musulmon emasmidik, biz dunyoning o'gay bolsimidik. Mushu Ayatullah Ali Xameneining o'limi va bu diktatorning qilganlari ish qo'yin tash qo'yin bo'lganligi Xitoyning bilan dunyoning yana bir islom dunyosidagi bir adolatsiz yuzini, rahimsiz yuzini texmo aniq ispatlab turibdi. Bağan siri Uyg'urlar uchun diktatorlar yo'qab, Xitoyning sheriklari, qo'llari kesilib, taraf-tarafdan Xitoy bir bulunga qisilib kelyotdi. Inshaalloh Uyg'urlar uchun go'zal kunlar keldiganga oz qilyotdi. Uyg'urlar uchun faqat at o'lib ketadigandak ibodat qilishimiz kerak Uyg'urlar, ammo mangu o'lmaydigandek Uyg'urlikning og'amchisiga bək çoğunqur esilişimiz gerek Uyg'urlar. Bək çoğunqur esilişimiz gerek. Uyg'urlar haqqidagi eng muhim strategiyalik çoğun qimmatli kalimalar ichida hamma kalimalar davrga shu vaqtga, tarixga beqib o'zgarib turishi mumkin. Mangu qiyomatgacha o'zgarmaydigan bir kalima bor, u bo'lsa Uyg'ur kalimasi. Uyg'ur kalimasi bək suyumlik və qimmatli kalima. Uyg'ur və Uyg'urluq haqida mən aldınqı qism programmalarımda, xeyli burunqi programmalarımda to'xtalib o'tgan ishlarni ko'rib baxsanglar bo'ldi. Amerika və Amerika strategiya tuzguvchilarimi Xitoyni qandaq urush, qanday yo'qotish jarayonlarida nurg'un kalimalarni, nurg'un tarixiy kalimalarning o'rniga yangi kalimalarni işletiyordu. Bizim kelajakda tarixlarimizga cho'nqur hurmat bilan eslatish bilan birga kalimalarni ishlatgan vaqtimizdami diqqat bilan ishlatamiz. Cho'qim bu jihatda o'lmaydigan davrning, tarixning iznalaridan o'chmaydigan faqatla bir kalima bor, u bo'lsa Uyg'urlik kalimasi. Endi men programmamdan fikr ketdim. Bugun yana nayt cho'nqur holatda Ironni tahlil qilamiz. Ironni tahlil qilganlik, Xitoyni tahlil qilganlik. İran'ınki bugünkü uruluşu, atiki Xitoyninki uruluşu. Bugün İran uruluşu, bugün İran urulayotgansa, Xitoy nayt jalaqlab titraylik. Çünkü Xitoy, İran molla hakimiyeti Xitoy Komünist Partiyasininki bir kopyası yani mındaq. Şu örnek algan bir mahiyetli görünüşte İran İslam devleti mahiyette Xitoy Komünist Partiyasidan ta'lim oladigan bir qo'nchiqi. Xitoyninki O'rta Sharqqa qo'ygan Uyg'urlarni qo'g'lab tutadigan Shanxay Bash hamkorlik tashkilotininki bir a'zosi.
Endi programmamning ichiga kirib ketaman. Texim cho'nqur İranni tahlil qilamiz. Agar hozir İrandan Xitoy ayrilib qolaydi deb qoldi. Savol. Agar Xitoy İrandan ayrilib qolsa, qanday ahvol yuz berdi? Agar Xitoy İrandan ayrilib qolsa, boshqa davlatlardan 50 milyar bilan 80 milyar dollar atrofida qimmat neft elishga to'g'ri keldi. Chunki necha vaqtdan buyon Xitoy İrandan 20%dan 30%gacha azon neft olib kelayotgan. Men o'tgangi programmamda deb o'tgandim. Xitoy dunyodan eksport qilgan umumiy neft miqdorining 11%dan 13%gacha shu İrandan oldi deb. Ba'zi manbalarda 11% ekan, ba'zi manbalarda 13% ekan. Mustaq oldi. İranning urilishi o'xshashga to'g'ri kelsa, agar o'xshashga to'g'ri kelsa, Xitoy mohiyatda shu o'ziniki seg'ib ichadigan bir kalasdan ayrilib qoldi degan gap bo'ldi. İran Xitoy uchun faqatla azon baliq neft bilan ta'minlovchi emas, balki G'arbning bisimiga qarshi Xitoyning bir energiya strategiyasi. O'tgangi programmamda ta'kidlagandim, bu qitimda yana ta'kidlab o'tay. Xitoyning bir energiya strategiyasi. Xitoy bundaq dunyoda tanglishi oz ko'rilgan İrandan iborat strategiya, ya'ni sigortadan ayrilib qolg'isi yo'q. Mushu jihatdan ilib aytgan vaqtimizda Amerikaning İranni urushi Xitoyni nayt g'alg'al titirtayotgan masalalarning biri. Mushu strategiyadan ayrilib qolmaslik uchun Xitoy 25 yilda 400 milyar dollar mablag'ni selishni qaror qilgan İranға. İranning urilishi Xitoyninki bu shirin tushunimi barbod qilibdi. 2026-yili Xitoyning shu qabohatlik bir yil bo'lib qolg'usi inshaalloh ham bo'lyapti. Masalan, Venezueladagi neftdan quruq qoldi Xitoy. Uningdan boshqa Venezuelaga salgan 68 milyar dollar mablag'imi ko'pik aylanib ketdi. Endi bo'lsa, shu İrandagi shirin tushumi yo'q chiqyapti. İranning ichki qismidagi ahvollarni, Xitoy bilan bo'lgan oppoq-chapoq munosabatlarni, Xitoyninki shu sevotgan İranға sevotgan mablag'larni texnik muloyiza qilish uchun biz İran haqidagi muloyizamizni to'xtatib qo'yib turib, Xitoyninki 1,3 trillion dollardan 1,5 trillion dollargacha mablag' salgan bir balvoq bir yo'l shirin tushiga qarab boqaylik. Bu qanday ketyapti? Bu projekt, ya'ni bir balvoq bir yo'l degan Xitoy raisi Jallat Shi Jinpingning bir yo'l bir balvoq shirin tushini 2013-yili Qozog'istonda e'lon qilgan. E'lon qilib 3 yildan keyin Uyg'ur qirg'inchiligini boshladi 2016-yil. Chunki bu zaminda Xitoyninki bir yo'l bir balvoq shirin tushining ikki qanoti bor, ikki cho'ng g'o'l qanoti bor. Shu qanotning birisi Qashqardan o'tib Pokistondagi Guadapurga tushgan Qarqorum tog'larini teshib o'tgan 65 milyar dollarlik mablag' salgan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori. Yana birisi shu G'o'l shahridagi Qo'rg'as eg'izidan Qozog'iston orqali Yevropa, Rossiya orqali Yevropaga tutishadigan bir qo'li. Shu bir yo'l bir balvoq projektida asosliq mohiyati dunyoni yutib olish. Bu yerda boshqalarga manfaat berish emas,
aq görünüşdə dünyanı jutub ilishdən ibarət nayt bir yaman qarniti jığırılğan. Bu bir belvaq bir yolda Xitay şu 1,3 bilan 1,5 trilyonluq məbləğ silish arqılıq dünyanın hər yerdəki dövlətlərdə taş yollar, tömür yollar, moyun portlar, aydırımlar, məktəblər, doktorxanalar ne şu Xitayның pulu bilan sağan, Xitay məbləğ verib şəylər sağan. En dehşetlik qarniti bu yolda putlukaşan buldu dep qargan Uygurlarga qırğınçılık qilishda anayt uruşan gövdülündü. Xitay üçün en gövdülük mesele Uygurlar. Xitay Uygurlarni jaza lagerlarga türmelerge solap bu meseleden qutuldum dep oylaydı. Ama mesele Uygur qırğınçılığı bilan tügmedi. Xitayның bir belvaq bir yol bu projekti nayt igiz dağlardan ötüşük toğru keletdi. Qorğas iğisi arqılıq Qazaqstan Rusiyaga tutaşqan bu yollarning tannarqimi qimmat sal asta poyezdlar cheklik aldı mal to'shalaydi, ammo bu yollardimi yana her xil ihtimallarning bo'lib qolishi qash bilan ko'zning orlig'ida bu qashqa kelajakda Xitoy garchi mishaylarga mablag' sevatqanmisi buni andishishdi. Undaqda dengiz yo'lining ahvoli qandaqdi? Xitoyninki dengiz yo'li faqat va faqatla o'tgan programmamda o'tib ketganimdek uzun va tor bo'lgan Malakka bo'g'izini o'tadi. Xitoyninki dushmani bo'lgan shu Hindistonning atroflaridan aylanib o'tishga to'g'ri keladi, yaqin kelib qoladi Hindistonga. Suez kanal orqali ilgirlashga to'g'ri keladi. Bu yo'llarninki, bu yo'lchiliklarda Xitoyninki mallari har bir g'erichida Amerika dengiz armiyasi va ittifoqdoshlari bilan uchrashib turadi. Shunga bu yo'l Xitoy uchun ansirab turayotgan yo'l bo'lib, har vaqt başqalar tərəfindən egəlini bilish ehtimalligi yuqurdi. Şuna Xitayning yana bir qo'shimcha yo'lga ehtiyoji bo'lib kelgan. Shunga Xitoy bir yo'l, bir balvoq sherin tush orqali shu qurug'liq orqali bizning vatanimizda Uyg'urlarni yo'q qilib, qirib tugitib, zaminini bütün boyliqlarni tatib olib, undan keyin o'zini yo'q qilib etib, shu sherin tushga erishiman deb o'ylagan, lekin u o'ylagandek bo'lmadi. Xitoy-Pakistan iqtisodiy koridorining eng oxirgi Hind okeani tutishgan bo'lib, bu yo'lda Goda portida ashada kambag'al shundaq bir qanday bunda nima deb qo'yamiz, kasaba, turklar kasaba deydi, bir kanit bir ne? Xuddi 80-yillarda Xitoy Yiwu, Shinjin, Guangzhoulardagi bir kichik bir sahrani çoğun şəhərə aylandığına oxşaş biyanımı məbləğ silib, içib, Goda port qılıb, port qurub, aydırımlarını qurub, biyədə taş yollarını yasab, bütün nərsini naydi dəhşətlik isil qılıb, onun ki biyədə şu Guangzhou, Şanxaylardakı çoğun şəhərlərini qurub, biyəgə kiləcəkdə biyədəki Baluchlarni texim az sonliq bir millatga aylantirib qo'yish uchun bu yerga nurg'un Xitoy ko'chmanlarini ko'chirib kelish orqali bu Goda portining atrofini o'zining Xitoy ko'chmanlari aqllari bilan to'shtirib etib, bu orqali birinchidan Baluchlarning mustaqillik orzularini yo'q qilib, Pokiston bilan yaxshi munosabatda o'tish, Pokistonning bosh og'riqini hal qilib berish, özümü biyalarni xuddi Uyg'ur avtonom rayonini qilib, Uyg'urlarning ana vatani Sharq Turkistonni besib olgandek, yanimi bir Xitoyning avtonom rayonini qilish arzusi botdi. Lekin bu yo'llarda o'tishiga Xitoyning Baluchlar qat'iy yo'l qo'ymadi. Bak qahramon xalqga Baluch ozodlik armiyasi Xitoyning qat'iy zaminimizga kelib, sening bundaq mablag'larni silib bizning zaminimizga hukmronlik qilishini xohlamaymiz.
Sen keləcəkdə Xitayның qarnıydığını bilib qalğanlıq üçün keləcəkdə bu yerlərni özünün zəminin qılıb Uyğurlarning taqdiriga o'xshash bir taqdirga bizni duchor qilmoqchi deb Xitoyninki nurg'unlagan neft injenerlarini va qurilish ishchilarini o'ldirib, nurg'unlagan portlatishlarni olib berib, Xitoyning u yerga kagizmi deymindagi aytqaqda Xitoy Guada porti, Guada aydirimlariga nurg'un mablag'larni sağan bo'lsa, Hind okean orqali bir tal kemisimi bir mal to'shamidi, bir muvaffaqiyatli bo'lamidi. Shuning uchun endi boshqa bir yo'l izlab qoldi Xitoy. Qiyib agib bu yo'llardan shuncha mablag' sağan bo'lsa, lekin ishiltanmaydigan bir ahvolga kelib qolganligi uchun Xitoyningki bu bosh og'rig'ini İran hal qilib berdi. İran Xitoyningki bu jihatda hech qanday voz kechilmaydigan sherigi nuqtasiga kelgan bo'lib, Xitoyga o'z zaminidan kesib o'tadigan 3 koridorni, 3 yo'lni oltin tovoq bilan sundi. Demak, Xitoyningki bir balvoq bir yo'l sherin tushuningmi? Nayt hech qanday muvaffaqiyatli bo'lamayotgan bo'lib, bu qo'rg'as orqali chiqayotgan eg'izlarimi nayt xatarlik yuqoridab o'tib ketganimdek, Pokistondan tutishilgan bu tarafmi nayt xatarlik bo'lib, Xitoy bu yerlarda hech qanday natija qozonmagan bo'lganligi uchun Iran voy Xitoy senmishi bu jihatda bek jafo tortib ketding, mening zimlimdan kesib o't. Men sana neftnimi azan 20-30% berme. Mening ziminimdan o'tsang shundoq yaxshi. Bexatar o'talaysan, men sening hamma narsalaringga qo'g'dayman, kapolatlik qilaman deb 3 cho'ng koridorni Xitoy uchun oltin tovoqda sundi Xitoyga. Agar o'ylash baqayli, agar Uyg'ur musulmonlari haqida İran bir ig'iz haq gap qilib qo'ygan bo'lsa, adolatli gap qilib qo'ygan bo'lsa, bundaq vaqtda İranninki qo'lidagi bu oltin tovoq tushib ketgan bo'ladi. Yerga tushib ketgan bo'ladi. Demak, biz nim degan adolatsiz islom dinining haq adolat va axloq prinsiplari naqadar dastlab chalinayotgan, so'zda musulmon islom dini namozlar o'qilayotgan, azonlar chiqayotgan, mohiyatda islomdan asar qolmagan bir davrda yashayapmiz. Mustaq bir davrda yashayapmiz. Inshaalloh Allah bunu o'zgartiradiganga ishonchim va iymonim komil. Undaqda İran Xitoyga qandaq 3 kozurni oltin tovoq tusundi, qaysi 3 yo'lni oltin tovoq tusundi? Bu birinchisi Chabahar porti, İrandagi Chabahar porti. Chabahar porti İranninki sharqiy janubiy girbiga joylashgan bo'lib, Xitoy bu portni taraqqiy qildirish uchun 1,5 milliard dollar mablag' soldi. Nima uchun? Chunki bu port Pokistonga o'xshash bexatarligi turaqsiz bo'lgan bir port emas. Hindistondek dushman davlatlarning biqindan o'tmasdan uddul Xitoyni Hind okeanga tutashtirdi. Xitoydan chiqqan mal uddul Chabaharga kelib, andan dengizga tutishdi. Hem aslidagi musofani bir hafta atrofida qisqartgan bo'lib, bu yo'l naydi bexatardi Xitoy uchun. Naydi bir bexatar bir shunchalik esil bir yo'lga erishdim deb Xitoy arzu gulqaqalar ichilib ketgan, chunki Pokiston butunlay mag'lub bo'ldi. Pokiston Xitoy iqtisodiy koridori butunlay mag'lub bo'ldi. Bu asosli qo'li bir yo'l bir balog'ning sherinchilik bu yo'lni baluchlar yo'q qilyapti. Shuning uchun bu yerda bu İranninki Chabahar portidan o'tgan vaqtida u baluchlarning hujumiga duch kelmaydi. Xitoyninki Hindistondek dushmanlarninki biqinidan kesib o'tishga to'g'ri kelmaydi. Mushundaq bir esil bir portni İran oltin tovoq bilan Xitoyga sunib voy miyadan o't deb sunganti. Xitoyninki bu yo'llarmi İranning Amerikaning İranni urushi bilan Xitoyning bu yo'llarmi kesildi. Xitoy har yerda putlashib
burnunu qantıqlıq. Xitayninki bu Uyğur qırğınçılığı texmo burnunu qantıdı. Uyğur qırğınçılığını mən Uyğurlarını yo'q qilaman deb o'yladi. Əməliyyatda bu özünün bu zərlik qarniyat, zərlik şumboyası özünün putiga yögüşüb, özünü özü Uyğur qırğınçılığı arqılıq axırda özünü yo'q qildi. Bunun ishonchimiz cho'qim komil bo'lishi kerak. İran və Turan Uyğurlar Qaraxanlar sülalisi yegan xandallıqları 12 muqamni barpo qilishda 12 Amanisa xonimning nurg'un o'quvchilari Eronlik bo'lgan qo'ja Uyg'ur xandalliqlari mushu nimaning Ipak yo'lininki markaz kindigi bo'lgan Ipak yo'lini tutashtirishda Eronliklar bilan Uyg'urlar Sharqiy Turkiston Qaraxanlar sülalilari mushu kangri zamonda atchab turib avlodlar ajdodlarimiz nayt cho'ng do'stlik munosabatlarini o'rnatqanti palakning chaqi gardishi cho'gilab endi u Xitoyninki qirg'inchilik ib berishida Uyg'urlar qirg'inchilik ib berishida Eron mulla hukumati va Eron hukumati Xitoy bilan nayti oppoq chapaq bo'lib Uyg'urlarning ko'nglini bak azarladi va ranjitdi. Bugungi Eronning urilishi atiki Uyg'urlarning parlishiga bir yo'lning ochilishi, bir yo'riq yulduzninki ko'rilishi, parlishi bo'lib hisoblandi. Endi ikkinchisi Xitoyga Eron oltin tovoq bilan sungan yo'llarning ikkinchisi qaysi degan vaqtimizda Eronning Xitoydan iborat bu dunyoni qamallab yetib olish, Uyg'ur musulmonlarni yer yuzidan yo'q qilib etishdek razil va qora niyat diktator hokimiyatga oltin tovoq sungan yana bir yo'li Eron Iroq temir yo'li bo'lib, Xitoy bu yo'lni rivojlantirish uchun jiddiy holda 2,7 milliard dollar mablag' solgan. 2,7 milliard dollar mablag' solgan. Bu yuqorida men deb o'tgan Chabahar portiga 1,15 milliard mablag' solgan bo'lsa, Eron Iroq tosh yo'liga 2,7 milliard dollar mablag' solgan. Bu ikki yo'lning umumiy mablag' qiymati 4 milyondan ishib 4,5 milyon atrofida. Bo'lgan nayt ishlik va jiddiy bu yo'llarni yasashga kirishgan Xitoy tez jiddiy tutish qilgan. Chunki bu yo'llar bexatar. Bexatarda Xitoy Eronni xuddi o'zininki Xitoyninki bir o'lkasidek qilgan. Hatta bir ahvol ko'rilsa Xitoydagi bu mallarning to'shilishda ahvol bexatarlik ahvolda masal ko'rinsa, hatto Xitoyning askarlari Eronga kirishgimi hozir bo'lgan darajada cho'ng shundoq ravon qilib yasagan bu yo'llarni. Chunki bu ya'ni bexatar deb qaragan, baxo'shal bo'lgan Xitoy. Bu temir yo'l Tehrondan Bag'dodga tutishadigan bo'lib, bu yo'l orqali Suriyadagi Xitoyninki mallari Suriyadagi Oq dengiz portiga tutishadi. Bu yo'l Xitoy mallarining Yevropaga yetib berish vaqtini asldagi vaqtning hatto yarimiga tushgan. Asldagi Xitoyning Yevropaga yetib berish vaqtini asldagi vaqtning yarimiga tushgan. Bundaq nima degan yaxshi isil bundaq fursatni dunyoda kam uchratgan bo'ldi, lekin Eron mulla hukumati Xitoyga mana shundaq isil fursatlarni taraqqiy qilish uchun Uyg'ur musulmonlarini yo'q qilishiga yeshil chiroq yoqib berish uchun mana shundaq afzalliklarni oltin tovoqda sungan. Shunga Eronning urilishi ma'lumotdan aytganda Xitoyning urilishi bo'lib hisoblandi. Bu yo'llar hozir ishlamagilik. Ishlatmayapti Xitoy. Mushu faktlar oldida yana siz Xitoyningki g'ulaydiganligiga, oz qolganligiga ishonmamsiz. Xitoy g'ulaydiganga nayt az qoldi. U yoqqa qarsimi, bu yoqqa qarsimi, ish qilib bir parvona, bir chiroqdan u yoqqa o'zini uribmi, bu yoqqa o'zini uribmi, imtihonga o'xshash. Xitoy u yo'llarni sinab yiqyotdi, bu yo'llarni sinab yiqyotdi, hammasida putlikashang. Chunki al-qisasi min al-haq. Alma mazlum ahini chiqar ahista turiklar. Shunaq deydi.
Endi İranның Xitayga, şu Xitay mallarınınki uddul, bexatar, nayt qısqa vaqt ichida Yevropaga tutuşup tez ilgirlishi uchun sungan o'zininki chegarasi, o'zining davlatining ichidan kesib o'tadigan yana bir ajoyib katta yo'li shimol janub koridori Xitoy Irondagi. Bu koridor İranni şu Kavkaziya orqali Rossiyaga u yerdan Yevropaga tutashtiradigan yo'l bo'lib, İran mushundaq strategik eng cho'ng yo'llarning hammasini Xitoyga berib bo'lgan. Endi mulohazamizni yana davomlashtiryapmiz. Hurmatli ko'rarmanlar. Mushu İranninki urilishi bilan, Amerikaning İranni urishi bilan Hürmüz bo'g'zidan o'tadigan Xitoyga boradigan neft zapsimi to'xtab qolgan. Uningdan boshqa Xitoy nimalardan quruq qolgan? Yuqorqidek 3 koridordan quruq qolgan. İranning ichidan Yevropaga tutishadigan, nayt qisqa yo'l bilan tutishadigan 3 koridordan quruq qolgandan boshqa 20%dan 30%gacha azan neft ilish dan quruq qolgan. Bununla saladigan kelishimler məbləğləri bu yana başqa bir tema. Onundan başqa şu İranninki urilishi Xitoy iqtisodiga jiddiy ravishda besim paydo qilayotgan bo'lib, zavodlari Xitoyninki neftga ehtiyojli Xitoyning zavodlari, Xitoyninki zavodlari sanoatimi ig'ir besim o'tish keraklik. Onundan başqa Donald Trump efendim shu ayninki oxiri Xitoyni ziyorat qilmoqchi. Mushu ziyoratga ko'langa tushirib qo'yildi. Endi agar İranning neft sohasi kelajakda shu yaqin kelgusida İranni qo'lga olgandek Amerika Venezuelaga o'xshash İranninki neft sohasi Amerikaning qo'liga o'tib ketsa, Xitoyninki sanoat ishlab chiqarishida jiddiy kerakli bo'lgan neft uzilib qoldi degan gap. Yana bu cho'nqirlagan holda mulohazamizni davomlashtirib boqaylik. Xitoy uzundan buyon neftni zapas saqlab olgan bo'lsa, ammo u neftlarninki uzun mezgilga yetishi notayin. Venezuela masalasi yana bir tarafdan bir balliq bir yo'lning ravon bo'lmasligi. Amerika qo'ygan ig'ir bojlar sababidan Xitoy iqtisodiga allaqachon dazgatkizib qo'ygan. Bu hozir bek ko'rinmagan bilan keyingi 5 yil 10 yilda Xitoyning GDP'siga, ya'ni Xitoyninki kishi bashi iqtisodiy kirimiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Buningga qo'shilib import ehtiyojli bo'lgan neft yo'llarining hammasi kesillik Xitoyga nisbatan. Xitoy zavodlari albatta ishlab chiqarishga ehtiyojli. Ishlab chiqarish uchun Xitoy azan neft energiyasi uynib qolgan. İranninki urilishi bilan bundan keyin Xitoyning bu sherinchishi yo'qqa chiqishi mumkin. O'rta Sharqdan Xitoyga boradigan neft kemilari Hürmüz bo'g'zidan o'tish kerak. Urush sababidan bu yerlar taqilib qoldi va Amerikaning qo'liga o'tib ketish ehtimolligi nihoyat yuqori. Bu Xitoyning o'shig'ining ilgirgidek o'ng tushmay qilayotganligining aniq belgisi. Bir qancha kun avval shu Amerika Fox televiziya kanalining ziyoratini qabul qilgan Amerikadagi shu Xitoy g'ulaydi nomli kitobning avtori doktor Gordon Chang hozirgi İranning hozirgi vaziyatidan foydalanib, ya'ni Amerika İranga qarshi urush ochgan fursatdan foydalanib, İranning Xitoyning yordami bilan urushning ta'sirini Amerikaga yetkazib, Amerikaning ichki qismini Amerikadagi İranliklar va kommunist İranliklar bilan birlashib Amerikaning ichki qismida terrorlik harakatlar elib berish ehtimolligi borligidan Amerika xalqini ogohlantirdi. Amerikaning ul muassasa qurilishlarini ziyonga uchirtish ehtimolligining borligidan Amerika xalqini ogohlantirdi va Amerikaning hazar aylish kerakligini o'tirib qo'ydi. Endi shu Gordon Chang'ninki bildirishicha, Amerikada nurg'un İranlik jasuslar bor bo'lib,
Bularning aqısida Xitoy bor ekan. İranlıq casuslarning aqısida Xitoy bor ekan. Albatta, bu Xitoy nimaning aqısida yo'q. İlgari Donald Trumpga, sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeoga va boshqa Amerikaning yuqori darajalik amaldorlariga suiqasd qilishga uringanlarning ichida İranlıq casuslar bor ekan. Uningdan boshqa Amerikaning ommaviy ul muassasa qurishlarini nishon qilgan ekan ular ilgarimi. Masalan, Pensilvaniyadagi bir suv qurilish sistemasiga hujum qilgan ahvol ko'rilgan ekan. Buni İranliklar qilgan, ammo İranliklarni oldiga chiqarib qo'yib Xitoy. Aqsida buning aqsida Xitoy borligi oshkorlangan ekan. Yana Gordon Chang shundaq ogohlantirdi Amerika xalqini Fox televiziyasida intervyu berib. 2023-yili sentyabrda Biden hukumati 3 İranlıq casusni apo qilib qo'yib bergan ekan. Bu ishlarning ichida İranliklar bilan Xitoylar birlashib qilganligi faktlar bilan isbotlangan ekan. Chunki Amerikada va dunyoning hamma davlatlarida yoshirin saqchi punktlar mavjud. O'zinglar bilsizlar, bir qancha yillarning oldida Amerikadagi, Kanadadagi va Yevropadagi nurg'un davlatlarda Xitoy saqchi punktlarining mavjudligi oshkorlangan. Undan boshqa Amerika taraf Las Vegasdagi Xitoyning bir maxfiy biologiyalik sinaq qilish o'rni qatorliq joylarga bostirib kirib pash qilgan. Tehron bilan Beijing Amerikaning ishki qismida qalayimqanchilik chiqarish jihatda kechirsizlar ishbirligi qiliqliq deydi shu Gordon Chang. Fox televiziyasiniki ziyoratini qabul qilgan vaqtida. Endi Xitoyniki ishki ahvoliga ko'chib boqaylik. Xitoyniki ishki ahvoliga nazar soladigan bo'lsak, hozir Xi Jinping intayin chorsiz holatda, chunki Xitoy iqtisodiy bag'ancha asqab qilg'iliq petish yo'li qarab ketyapti. U yoqni sinab baqsin bo'lmadi, bu yoqni sinab baqsin bo'lmadi. Dunyoning hamma yerlaridan ochgan ig'izlari, darvozalarining hammasi taqilib qo'yapti. Xitoyning yuziga urilib taqilib qo'yapti. Xitoy hozir naytimi bir muqimsiz va tavrab ketish oldida. Naytimi shu qil ustida Xitoy. Kichikgina bir saranga chiqilgan zaman o't tushib ketgan holatda bo'lib, Xitoydami xuddi İran xalqi diktator rejimdan, ama shu diktator hokimiyatdan jaq to'ygandek, Xi Jinping diktator hokimiyatidan jaq to'yg'liq. Agar Xitoy xalqi tavrinib ketsa, bu İrandagidan betar bo'lgan zo'r bir namoyishchilar qo'shinni ko'z oldimizda kelajakda ko'ramiz deb o'ylayman, chunki Xitoyning nafusi İrandan nechasi yuqori. Ya'ni ikkinchi bir Tiananmen voqeasi yuz berish ehtimolligi nihoyatda ro'shan. 2022 yilda esinglarda bormiki, Xitoyda zo'r ko'lamli bir namoyish yuz bergan. Hukumat shu chog'larda g'angrab qolgan. Yaqin kelgusinimi Xitoy Kommunist partiyasi tasavvur qilg'isiz darajada zo'r ko'lamli bir xalq inqilobi portlashi mumkin. Chet ellik muloyizchilar shunday muloyiz qilyapti. Xitoy hukumatining ichki qismi o'zini intayin ojiz holatda his qilg'iliq. Hokimiyatning ichki qismi nihoyat nurg'un yuqorida ichki qismida shu nihoyat nurg'un yuqori darajalik askariy amaldorlar va bosh qo'mondonlar vazifasidan tashlandi. Xi Jinpingning eng ishonchli odami deb qaralgan generallarmi vazifasidan tashlandi. Bu jihatda Xi Jinping intayin xatarlik bir holatda bo'lib, Xitoydagi huquq talashish kurashlari hayot mamat bosqichida turibdi. Donald Trump efendimi bu ayninki oxirida Xitoyga berishni planlagan, ammo Amerikaning qarshisida İran urushida İranni qurol yarog' bilan ta'minlagan Xitoy turibdi. Bu deganlik 6 nafar amerikalik askarning o'limiga sabab bo'lgan Xitoyga ziyoratga berish degan gap. Bu nuqtadan nazarga olgan vaqtimizda
Donald Trump efendim Xitayga barmaslık kerak deb qarayman. Onundan başqa İran'daki Cumhur Reisi Mesut Perşkiyan degan kishi urushdan 2 hafta burun Xitoy haqida so'z qilgan. Xitoy haqida so'z qilib, shundaq degan, Xitoy davlati Ironni iqtisodiy mablag' bilan ta'minlashni planlagan edi, ammo bu amalga oshmadi. Alloh bizni har tarafdan sinayotidi. Har tarafdan bizga baloyi ofat kelyotidi degan gapni qilgan. Xitoyning moyitini, Xitoyning razilligini hozirgacha tushunmagan shu İran amaldorlariga bak ishim og'riydi, bak afsuslanman. Balkim Alloh bularni jazolayotgandir, chunki Uyg'ur qirg'inchiligidan iborat shundoq bir cho'ng qirg'inchilikqa ko'z yumib, Uyg'urlarni dunyo yuzidan yo'q qilib yetadigan shundoq bir qirg'inchilikqa ko'z yumib, Xitoy bilan oppoq-chapoq bo'lganligi uchun Xitoy Allohning jazosiga uchrayotgandir balkim. Programmamning 40 qismi shu yerda oxirlashdi. Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 41 qismini ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.